Şu Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu'nunki hadisinde Peygamberimiz sen muş tiling'i ço igwol, tiling'i igwol deb aşna degan vaqtda Muaz radıyallahu anhu ya Resulallah biz muş gep qilgan gepimizga mi jazolanamdi? Ya'ni buning hisobini beradigan ish bormi? Degan vaqtda Peygamberimizning bergan javobi nima desa, insonlarni mush tilidan boshqami davzaqqa jiq kirishga sabab bo'lgan narsa bormi? Yani elbette insanın en köp Müslümanlarınki davzaq kirishiga sababchi bo'lib qolgan yaman gunoh nima desa, bu tiling. Sen shuning uchun tiling igwol deb mushnaq degan. Bu musulmonninki obro'yin tukash masalasi bu bek eg'ir masala. İnsan halqa hayron qoldi ekan endi. Ba'zi odamlarning shu nimalarini anglasa, ayollarni taqib narsani deb tuhmat qo'yib, palanim manda buzuq. Palanim pustanim manda buzuq da'vatgan. Bunun tört güvaçınız var mı deyse tabi halde yok. Lakin bu işler hiç nime meslek. Bir ayal kişinin aynı dep koysa hiç nime bulmaydıgan dek derecede muşunda gepni qiliverdigan, yüzü belki bazı namaz okuydigan, hiç bulmadı degende men Müslüman deydigan adamlar aşına gepni qiliverdi ekenim. Bu nime degen eg'ir musibet, nime degen özünün hata qilganligini qat'iy bilmaslik endi bu. Hiç şomğandek aşında her ig'ir gapni ço desa qilib yuraveradigan insonlar var ekan. Shuning uchun bu bir musulmon degan ço desa har qanday vaqtda o'zining tilini kontrol qila oladigan, o'zininki qolpitlarini haromdan kontrol qila oladigan bo'lishi lozim. Hammadan muhimi jiq odam qolpitini hali kontrol qila olgan taqdirdami, tilni kontrol qila olmaydigan odam yomon jiq ekan. Şuna şu Peygamberimizin muazzam hadisinde hasaidu elsinatihim dep şu tilinin jıqqan, tilinin juğluğan günahlardan mı davzaq kirishga sebepçi bulduğun başka nima var dep Peygamberimiz şuna aşında deptiken. Şun bu meslegimiz şu desa alohida dikkat qilish, yani tilni jig'ishga dikkat qilish bu bek muhim.